Ustoz, men uyga ketmasam bo'lmaydi. Ha, yetasan, hozir kelding o'zi uydan. Dadam mazzalar qochib qolibdi. Halinda skoriy chaqirishibdi. Men qaytavray. Hozir ham yuribga sig'mayapti-da, ustoz. Ha, bo'pti, ketaverib bo'lmasam. Rahmat, ustoz, rahmat. O'g'lim, ke, meni bunday ifloschilikga aralashtirma. Ishni qilaver. Ya rahmat. O'rta, keling birga yong'oq yeymiz. Oling bitta. Amaki necha yil bo'ldi? 20 ming. O'rta siz ham yong'oqdan yedingiz, 10 mingdan tushibdi ikkovimizga. Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling. Ey ko'y, tiyma. Mehmonlar ketsa yeysan. Men mehmonman oboqi. Bo'lmasa uyingga borib yeysan. Kemayga o'tirib ikkovinglar. Hozir dadang zonnasiga qo'yib beradi. Mana, topdim. Nima u dada? Yoshligimda katta xato qilib qo'yganman. O'shani videosi. Undan men balani oldida to'yimiz videosi. Ana. Men qanaman to'ydi? Mani nima aytmagasizlar? Ay, sen u paytda yo'q eding. Aldamang mani. Men nima yo'q bo'laman? Men aynan mana shu to'yga borgim keladi. Sizlar meni olib ketmagasizlar. O'cha ravazingni. Ana yugurib ketasan. Ko'rdingmi? O'sha menmi? Ha. Hey, nimaga yig'layapsan yana? O'sha to'yga borganimni eslolmayapman. Hayat bu komediya. Olma yana. Ha, jiroqqa qo'rqib ketdingmi? Bor ishlarni almashtir. Mayli-da. Ha, nima deysan? Amakiga qorong'uligizni bitta qiz bilan ko'rib qoldim. Mana isboti. Ko'rdingizmi, amaki o'g'liz uyatsiz yomon qizlar bilan yuribdi. Amakining yonimga o'tirmang. Sonaka hamma o'ziga mos narsani tovib, narxini sindir-sundirlar. Men zo'r narsani narxini sindirib qo'ydim. O nima ekan? Pampers. Yoqdimi? O'zing ham shart ko'rdingmi? Ha, osta qo'yaman. Videoda ko'rsatolmayman-da, aka. Ikkinchi pul bermasam qo'limni qo'yib yubormaysizmi? Siz nima dedingiz hozir? Ha, bag'da pul bor. Ana, shogird qarang, bag'da pul bor ya. Siz qarang, mana baqa hali jichcha yoshak-a, bu ishni qilmaydi-ku. Zo'r boy bo'lib keting-ku, lekin akangizga o'xshamdi, odamni aftiga qarab turib, kimda pul borligini, ha? Bu ishni qilmaydi, entroda qilaylik dedi, ko'proq pul tushadi. Nima qilmaydi? Sindiraymi? Sunnatulloh bilan sizni chopyapti. Mana territoriyamiz. Ana. Men territoriyamda hozir haqqon. Ha, to'ppa-to'g'ri. Siz ham misol raddomga bormaysiz-ku, o'zini bo'rilari bor edi, to'g'rimi? Bet siznikimi bet? Ha, ana, kelishib olinglar ikkoving. Kelishib olinglar. Mani joyim deb, dada. Shar qani? Shar yo'q. Hozir ketmaydi o'shara. Yaxshi. Keling, esimdalik. Ha, bo'pti, mana.